Men Islom sizlar bilan Esli Money YouTube kanali. Bugun sizlar bilan bitta ilova orqali reklama ko'rish orqali pul ishlashni ko'rib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, video juda ham qiziqarli bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin afzal kanalga obuna bo'lib, ko'rayotganingiz bo'lsa, like bosib qo'yishingiz sizdan chiqmasin. Ko'ryapsizlar, kanalda deyarli yangi video qo'yapman, lekin anchagina passiv, ya'ni aktiv yo'q. Sizlardan so'rab qolgan bo'lardim, obuna bo'lib, like bosib podдержка qilib turishingizlardi. Bo'lmasam biz gap cho'zib o'tirmasdan videoni boshladik. Hop, mana bizning videomiz TRK Mining deb nomlanadi. Hop, ichiga kirib olamiz buni. Hop, kirganingizda sizdan o'sha email so'raydi, ya'ni nom, ismingizni yozib qo'yasiz, xohlaganingizni. Masalan, men kanal nomini yozib qo'ydim, endi saqlanib deb bosib qo'yamiz. Va shunaqa narsa ochildi va ko'rasizlar, onlayn 2011 ta odam hozir pul ishlayapti ekan. Chunki bu degani kanal juda ham, ya'ni ilova juda ham zo'r va pul to'laydi, hammasi cho'tki degani. Hop, bu yerdan nimalar ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hop, o'rtada tanga turibdi, ko'rasizlar, chaqmoq, Qazam kinosidagi o'sha logotipga o'xshaydi. Ustiga bosamiz, hop. Va reklamani oxirigacha ko'rib olamiz. Va mana ko'rasizlar, bizga mana shuncha pul berdi. Bu juda ham kam, to'g'ri, lekin buni ochish yo'li bor. Qanaqa boshlaymiz? Buni ochish uchun bironta reklamasiga bosamiz. Hop, ozgina kutishimiz kerak bo'lar ekan. Hop, kutdik, yana endi ustiga bosamiz. Va mana shunaqa reklama chiqadi va mana shu reklama ustiga bosishimiz kerak bo'ladi. Va bizni Play Marketga yuboradi. Play Marketda esa mana shu o'yinni tortishimiz kerak bo'ladi va ichida ozgina kutishimiz kerak bo'ladi. Hop, hozir shuni qilib ko'ramiz. Mana ko'ryapsizlar, endi bizga 0.005 TRK berdi. Agar qancha ko'p tortib ketaversangiz, xuddi shuncha oshib ketaveradi va oxiri sizga har bitta ko'rgan reklamangiz uchun 2.5 sent berishni boshlaydi. 2.5 sent qancha bo'lishi mana shu yerda chiqib keldi. Xuddi mana shunaqa qilishingiz mumkin va bu yerdan uchburchakda bosib turib, do'stlaringizni chaqirish orqali ham pul ishlab borishingiz mumkin bo'ladi. Referalga bosasiz. Va 10% o'sha referalga ishlagan pulning 10%ni sizga bonus qilib berar ekan. Va bu yerdan tablitsa liderini bosib, o'sha liderlarni ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi balansi bo'yicha. Va bu yerdan yana promokod bo'limiga bosib, promokod kiritish orqali ham pul ishlab borishingiz mumkin bo'ladi. Bu promokodni ular Telegram kanalidan olishingiz mumkin bo'ladi. Istoriya bo'limida esa sizni chiqargan pulingizni tarixi turadi va podдержкasiga yozishingiz mumkin. Va podдержкasiga yozish, mana Telegramga bosasiz. Mana ularning chati mana 1198 odam bor ekan, 100 tasi hozir onlayn ekan. Hop, mana ular har xil narsalar tashlab borishyapti va bu yerda suhbatlashib borishyapti. Bemalol kirib, ruschani tushunsangiz, gaplashib, savollaringiz bo'lsa bemalol javob olishingiz mumkin bo'ladi. Bu ilova manzilini Telegram kanalida tashlab qo'yaman. Telegram kanal manzili esa kommentariyada bo'ladi. Sizlar bilan Esli Money bo'ldi. Videoda ko'rishguncha xayr.